Qashqarlar makoni filmidagi Po'latni pishirgan ovqatidan pishirib bering aka deganlar juda ham ko'p bo'ldi. Shuni qiladigan bitta xotin bo'lsa, dangasaligiga qarab o'tirmasdan uylanardim. Taom ismi menemen. Asosan turklar menemenni qahvalti, ya'ni ertalabki nonushtada pishirib yeyishadi. Xo'p, piyozni to'g'raganda mana birinchi yonmachasiga kichkina qilib endi buni bir mazasini ko'rsak bo'ldi. Bismillah. Assalomu alaykum, Ali O'zbek kanali muxlislari. Sizlar bilan yana bir bor ijtimoiy tarmoq orqali ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun mana sizlarning iltimosingizga, talabingizga, taklifingizga labbay degan bo'lib, bu Qashqarlar makoni filmidagi Po'latni pishirgan ovqatidan pishirib bering aka deganlar juda ham ko'p bo'ldi. Qashqarlar makonida Po'lat haligi chaylada pomidor bilan tuxum qovuradi-ku, o'shani yoki o'sha bitta pomidor bilan tuxum qovuradigan qiz bo'lsa uylangan bo'lardim deb aytadi-yu. U taom ismi menemen. Asosan turklar menemenni qahvalti, ya'ni ertalabki nonushtada pishirib yeyishadi. Juda ham oddiy, juda ham qulay. Uyda albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali bo'ladi. Bizga asosan piyoz, pomidor, bolgarskiy, tuxum kerak bo'ladi. Albatta ziravorlar. Xo'p, ishimizni piyozni to'g'rashdan boshlaymiz. Mana shuni ham olib qo'yinglar, mana shundan. Bismillah. Xo'p, piyozni to'g'raganda mana birinchi yonmachasiga kichkina qilib to'g'rab chiqamiz, lekin oxirini to'g'ramaymiz. Keyin bunaqasiga. Turklar buni fare dishi, ya'ni sichqonni tishi to'g'rashi deb aytishadi. Sichqonni birinchi Turkiyada borib ishlagan paytimda fare dishi dedi. Ona ya dedim. Farenin dişini gördün mü hiç dedi. Görmedim abi dedim. Şu sichqonni tishini ko'rganmisan? Xuddi shu sichqonni tishiga o'xshatib to'riysan deb aytgani hozir esimga tushib qoldi ustamni. Hop. Piyoz, bir dona piyoz yetarli menimcha. Bolg'ar qalampiri. Buni ham xuddi shunaqa mayda qilib to'g'rab olamiz. Buni piyozga qo'shib yuborsak ham bo'laveradi. Ikkalasini baribir birga solaman. Bitta yashil, bitta qizil bolg'ar qalampiri bor. Ba'zilar chesnok ham qo'shadi. Xohlasanglar o'zingizlarning tabiiylarga bog'liq. Chesnok qo'shmoqchi bo'lsanglar, qo'shsanglar ham bo'ladi. U ham juda ham mazali bo'ladi. Qizil bolg'arimiz. Taomimiz qizigandan keyin 100 gram yog' solib qizdiramiz. Yog'imiz qizidi. Piyoz va qizil, yashil bolgarskiyni solib hammasini birgalikda qovuramiz.
Hop, bolgarskiylarimiz sal o'lib olgandan keyin bitta 2 qoshiqcha tomat, pomidorli tomatni solib qovurishga davom etamiz. Rangi juda ham chiroyli bo'ladi. Tomat qo'shsa, bir xilla qo'shmaydi, lekin men tomat qo'shilganini o'zim yaxshi ko'raman. Ko'proq. Hop. Bularni hozir sal masalada qovurilguncha biz pomidorimizni to'g'rab olamiz. Pomidorimiz bor. Bularni kubik shaklda to'g'rab olamiz. Hop. Qizil qalampirini, pul biberini, qora murchini solib yana bitta aralashtirib ketidan pomidor sovuramiz. Hop, pomidorimiz suvi chiqib pishguncha, yumshaguncha biz bu yerda 4 dona tuxumni bir idishda tuxumlarimizni bir idishga chaqib olamiz. Kishi soniga qarab 4 kishi bo'lsa 4 ta. Hop, ozgina tuz bilan aralashtirib olamiz. Qaylamizni ustiga 4 ta dona tuxumimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz pishguncha. Bu qadar. Deyarli tayyor bo'ldi. Menemenimiz hidi juda ham ajoyib chiqyapti. Aminmanki, buni mazasi ham juda ham shirin bo'lsa kerak. Hozir ozgina sabr qilib tursak, mazasini ham ko'ramiz, xudo xolasa.
Menimiz tayyor bo'ldi aziz do'stlar. Endi buni chiroyli idishga solib mehmonlarimizga tortiq qilsak bo'ladi. Bismillah. Aziz do'stlar, mana o'sha hamma qiziqqan, hamma so'ragan po'latni pishirgan ovqatidan qilib bering degan ovqatinglar, mana so'ragan ovqatinglar tayyor, menimiz. Endi buni bir mazasini ko'rsak bo'ldi. Bismillah. Juda ham mazali. Oddiygina narsalar ketadi. Hech qanaqa ortiqcha xarajatingiz yo'q. Uyda bemalol ertalab nonushtaga tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Agar tayyorlashga erinadiganlar bo'lsa, ertalab nonushtaga hammalarni taklif qilaman. Adana kebab restoraniga kelsanglar, albatta o'z qo'lim bilan men ham pishirib berishga harakat qilaman. Hamma taklif qildim o'zimcha. Ertaga ham to'dim. O'chir bo'lib qolsa, silaminglar. Xo'p, aziz do'stlar, video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lganlar uchun alohida rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarni Adana kebab restoranida kutaman. Sog' bo'linglar. Rahmat.